o'qishni tanlayman. Kitob diqqatni jamlash uchun kitob o'qiyman. Kitob o'qib futbol ko'rish menimcha mumkin emas. Bu inson ikki tomonga nimasi bo'lina olmaydi. Bittasini qilish mumkin. Yo kitob o'qish kerak yoki futbol ko'rish kerak. Kitob o'qib futbol ko'rish mumkinmi? Yo'q, mumkin emas. Hayolimiz faqat futbolda bo'lish kerak yoki kitobda bo'lish kerak? Mumkin emas. Ikkita ishni birdaniga qilib bo'lmaydi hech qachon. Shuning uchun birinchi o'rinda kitob o'qib bo'lib, zerikkandan keyin futbol ko'rish kerak. Siz o'zingiz gapiraverasizmi, gapirmayman. Yo'q. Agar kitob o'qish bilan futbol ko'rish ikkalasi bir vaqtda keladigan bo'lsa, men albatta kitob o'qishni tanlayman. Chunki futbolga unchalik qiziqishim yo'q-da. Kitob o'qib futbol ko'rish mumkinmi? Yo'q, kitob o'qish kerak. O'zi ko'p kitob o'qiyman, kitoblarim bor uyda. Ba'zi kitoblarim bor. Ikkovini bir vaqtdami? Обязательно mumkin. Foydali chunki ikkovi. Bittasi sport turi, bittasi ma'naviy.